Assalomu alaykum barchaga. Aman School xususiy maktabining har bir afzalliklarini to'liqroq tushunish uchun bu podkastimizni tashkillashtirdik. Demak, keyingi savolimiz, ota-onalardan kelgan savolimiz, ya'ni Aman School xususiy maktabining afzalligi bu gamifikatsiya va stipendiya tizimi haqida. Shunda shuna bir to'liqroq to'xtalib o'tsak. Oldin gamifikatsiya nima? Shuni haqida biroz girib o'tsak. Gamifikatsiya bu o'yinlashtirish. Bizlar ma'lum hozirgi avlod, ayni bizni o'qitishni istab turgan 17 yoshgacha bo'lgan avlod bu Z pokoleniya. Ya'ni gadjetlar bilan birga ulg'aygan, ular har xil video o'yinlar o'ynab katta bo'lgan avlod. Va u video o'yinlarni bizlar Silikon vodiysindagi eng zo'r psixologlar, eng zo'r dasturchilar yaratadi. Va u dasturchilar odamning miyasi nechki ishlashini, ya'ni u psixologlar odamning miyasi qanday ishlashini 100% yaxshi biladi. Va ular odamlarni o'zini o'yinlashtirish orqali o'yinlardan mahliat qilib qo'yadi. Ya'ni ular masalan o'yinlar o'ynab ko'ryapmiz hammamiz. E'tibor beradigan bo'lsangiz, o'yinlarda ochko yig'maymiz. Va shu ochkomizni oshirish uchun biz harakat etamiz. Keyingi zala, keyingi levelga o'tish uchun har bir bola harakat etadi. Missiya bajaradi. Bu jarayonni biz ta'limga qo'yilacakmiz, ya'ni ta'limni bir o'yin shaklida o'tkazajakmiz. Bunda bizlar liderlar kundaligi degan bir instrumentimiz bor, yordam beradi. Ya'ni bolani har bir yaxshi ish uchun ball va har bir yomon ish uchun jarimalar qo'llaniladi. Ballar yig'ilib boriladi. Masalan, u ballar nima uchun yig'iladi? Uyga vazifasini bajargani uchun, yaxshi odatlarni o'rganganligi uchun, masalan, ota-onasine salom bergani uchun, ularni poyazorlarini tozalab qo'yganligi uchun, kunni xayr-ehson bilan boshlagan uchun, shunga o'xshash umumiy odoblar, navbatda turish odoblari, shunga o'xshash odoblarni o'rganganligi uchun yoki shaxsiy gigiyena qoidalarini to'liq bajarganligi uchun shuning nimamiz bo'ladi. Kitob o'qigan uchun misol uchun. Albatta kitob o'qish ham bo'ladi. Tarixiy shaxslarni o'rganish va yana bir eng zo'r instrumentimiz bor, muvaffaqiyat kundaligiga. Ya'ni shu liderlar kundaligining ichida shunday bir bo'lim bo'ladi. Kunni sarhisob etiladi. Ya'ni bir kun davomida navlar muvaffaqiyatli qildim, navlarda qiyinchiliklarga uchradim, kimdan minnatdorman va qanday darslar oldim shu kunni degan narsani kunni sarhisob qiladi. Ya'ni sarhisob qilinmagan umr yashash arzimaydi deydi. Sarhisob qilgani natijasida odam o'zining umrini ham mazmunini ko'rib oladi. Va shu ishni qilsa ball, qilmasa jarimalar bo'ladi. Bu narsani ushlab turuvchi instrument liderlar kundaligi, nazoratchisi albatta bizlarda tomonidan qo'yilgan tutor va ota-ona bo'ladi. Bolaning oy bo'yi natijalari yig'ilib, o'shaning ballari bolaga elektron tarzda ko'rsatib boriladi. Natijada bola sinfdoshlaridan o'tish uchun, sinfdoshlaridan o'tish uchun, do'stlaridan oldinga o'tish uchun ham harakat qiladi. Va o'z-o'zidan stipendiya tizimi shundan kelib chiqadi. Ya'ni bola o'zini gamifikatsiyasida birinchi o'rin oladigan bo'lsa, albatta biz unga stipendiya beramiz. Stipendiya summasi kosmический summa bo'lmaydi, lekin bolani motivatsiyasi uchun yetarli summa bo'ladi. Va bola bu stipendiyasini o'zi mustaqil tasarruf etishni o'rganadi, moliyaviy savodxonlik ham shu orqali ularda shakllantirishga harakat etamiz. Ularni o'zlarining plastik kartalashib berib, o'zlarining shu pullarni tashlab beramiz va real pullarda ular o'zlarining moliyaviy savodxonligini ham qurib biladi. Gamifikatsiya va stipendiya tizimi hozir shuni ishlaydi deb turibmiz biz. Aman School biznes va liderlar maktabi.